Dunyo aholisi ko'payib boryapti. Bu oddiy statistik ma'lumot, lekin shu raqamlar ortida ko'pchilikning bir savoli bor. Odamlar soni nazorat qilinadimi? Internetda yillardan beri turli farazlar aylanadi. Go'yoki dunyodagi eng ta'sirli kuchlar aholini kamaytirishni istaydi. Ayrimlar COVID-19 pandemiyasini tabiiy ofat emas, rejalashtirilgan deydi. Vaksinatsiyalar orqali insonlarga ta'sir o'tkazilayotgani haqida ham da'volar bor. Oziq-ovqatga kimyoviy moddalar qo'shib, mikroplastiklar aralashtirib ham kasalliklar atay ko'paytirilayotgani aytiladi. Urushlar va genotsidlar esa millionlab insoniyatning yostig'ini quritdi. Bu ham odamlar ko'pligidan zerikkanlarning o'ylab topgani bo'lishi mumkin. Bir qaraganda hammasi ishonarli gaplar, lekin bularning rostligini isbotlash kerak. Bu farazlar ilgari surilavergani bilan aniq dalillar yo'q. Chunki odamzod baribir kamaygani yo'q-da. Mana bu g'aroyib sonlarga qarang. Dunyo aholisi 1-milliardga yetish uchun minglab yillar kerak bo'ldi. 123 yildan keyin yana 1 milliard. Qolgan milliardlarga esa atigi har 10-15 yilda erishildi. Va bu keskin o'sish jahon urushlari va pandemiyalar davriga to'g'ri keldi. Eng qizig'i esa 19-asr olimlari agar odamzod 1 milliardga yetsa, dunyoda ocharchilik boshlanadi deb bong urgan. Undan ham ajablanarlisi, bugun dunyo aholisi 8 milliarddan oshdi. Lekin eng rivojlangan davlatlar endi oziq-ovqat taqchilligi emas, insonlar tanqisligiga duch kelmoqda. Qahatchilikmi yoki kamchilik? Oldindagi qisqa daqiqalarda mana shu qiziq va katta mavzuni oddiy tilda tahlil qilamiz. Siz esa bunday davomli ko'rsatuvlar uchun sahifamizga obuna bo'ling va bor yo'g'i yoqtirmani bosish orqali bizni qo'llab yuboring. Demak, maydonda men Sardorbek Usmoniy. Aholi sonining ko'payishi ocharchilikka olib keladi deydigan farazlar so'nggi 100 yillikning doimiy mavzusi bo'ldi. Olimlar odamlarning geometrik tarzda ko'payib, yer manbalari yetmay qolishidan xavotirda bo'lishgan. Biroq insonlar soni oshgani sayin yangi resurslar va oziq-ovqat turlari ixtiro qilinaverdi va bundan keyin ham shunday davom etadi. Boshqacha aytsak, har bir odam o'z rizqi bilan tug'iladi. To'g'ri, aholi sonining keskin ko'payishi bilan turli davlatlar turlicha kurashib kelgan. Masalan, Xitoyda 2015-yilgacha bir oila bir farzand siyosati. Hindistonda 1970-yillardagi erkak va ayollarni sterilizatsiya qilish kampaniyalari. Peruda 1990-yillardagi ayollar roziliksiz qilingan sterilizatsiyalar. Ammo bular ko'pincha global darajada emas, ma'lum davlatlardagi iqtisodiy yukni kamaytirish siyosati sabab qilingan. Markaziy Osiyo davlatlarida keng qo'llaniladigan spiral qo'llash amaliyoti ham ayollar salomatligi va oilani rejalashtirish uchungina ixtiyoriy qilinishi shart. Majburiy holatlarda bu inson huquqlarining buzilishi degani. Shu bilan birga insoniyatning yer resurslariga bosimi ortib borayotgani ham inkor etilmaydi. Hozirgi hisob-kitoblarga ko'ra, insonlar har yili yer tiklay oladigan manbalardan taxminan 1.7 baravar ko'proq foydalanmoqda. Bu esa yillik zaxira odatda avgust oylariga borib tugashini anglatadi. Ya'ni qolgan oylarda insoniyat go'yoki qarzga yashaydi. Lekin shu holatda ham bu bilan ocharchilik bo'ladi deyish noo'rin. Umumiy xulosani tahlilimizning oxiriga qoldiramiz va hozir mavzuga oid boshqa savollarga ham javob topib ko'ramiz. 1804-yilgacha 1000 yillar davomida odamlar 1 milliard bo'lgan bo'lsa, keyin bu jarayon nega tezlashib ketdi? Tan olish kerak, 20-asrda butun dunyoda yashash nisbatan osonroq bo'lgan. Chunki odamlarning ehtiyojlari kamroq, kundalik xarajatlari sanoqli bo'lgan. Ekologik tangliklar hozirgidek bo'lmagan. Odamlar oilaparvarroq bo'lishgan. Qanoat, sabr, vafo kabi tushunchalar soxtalashmagan, ko'z-ko'z qilinmagan oltin davrlar. Ya'ni ular hozirgidek isrofgarchilik zamonida yashashmagan. Bugunga kelib tibbiyot rivojlandi, qarish sekinlashdi. Shaharlar soni oshib, u yerlarda farzand katta qilish qimmat xarajatga aylandi. Ayollar huquqlari tobora mustahkamlandi. Ular ham o'qib, ishlay boshladi. Oilalar kechroq qurilyapti. Yolg'iz yashash xavotirli bo'lmay qoldi. Ajrimlar, homiladorlikdan himoyalanish vositalarining turlari ko'paydi. Global dunyoda turli oqimlar targ'iboti ham tug'ilishni sekinlashtiryapti. Hatto o'tgan asrda juda tez ko'paygan Yevropa va Yaponiyaga o'xshagan davlatlarda ham endi tug'ishni rag'batlantiruvchi davlat dasturlari boshlangan. Aslida ular eski insoniy o'zlikka qaytish orqali natijaga erishmoqchi. Bugun dunyoda shunday davlatlar borki, u yerlarda urush yo'q, tabiiy ofat yo'q, iqtisodiy barqaror, yashash uchun hamma sharoit bor. Lekin ichidan sekin so'nish boshlangan. Masalan, Janubiy Koreyada bir ayolga bir farzand ham to'g'ri kelmaydi. Har bir yangi avlod oldingisidan qariyb 2 baravarga kam. Agar shu hol o'zgarmasa, asr oxiriga kelib aholi yarmidan ham kamayadi. Yaponiyada ham shu ahvol. Qishloqlar bo'shab qolyapti, yoshlar yo'q, faqat qariyalar qolgan hududlar bor. Yevropaning yuragi Italiyada ham tug'ilish darajasi juda past.
uylar esa egasiz qolyapti. Bolgariya, Latviya, umuman sanasak bu ro'yxat juda uzun. Hammasida bitta xatar, aholi sonining kamayib borishi. Bu davlatlar ertaga yo'q bo'lib ketmaydi, lekin agar bu tendensiya o'zgarmasa, 100 yil ichida ular butunlay boshqa ko'rinishga keladi. Bu inqirozning eng og'ir tomoni shundaki, u bir zumda emas, sekin-asta sodir bo'ladi. Avval bolalar soni kamayadi, maktablar yopiladi, ishlab chiqarish susayadi, keyin butun hududlar bo'shab qoladi. Yo'q bo'lish shunday boshlanadi. Davlatlarda aholi saqlanib qolishi uchun har bir oila aniq bir xil bo'lishi shart emas, lekin umumiy manzara quyidagicha bo'lishi kerak. Agar oilalarning katta qismida faqat bir nafar farzand bo'lsa, millat kamayishga tushadi. Chunki ikki ota-onaning o'rnini bir bola to'ldira olmaydi. Aksariyat oilalarda 2 nafar farzand bo'lsa, aholi deyarli o'zgarmaydi. O'smaydi, kamaymaydi. Aholi o'sishi uchun esa ko'p oilalarda kamida 3 nafar farzand bo'lishi kerak. Faqat shunda umumiy balans plyusga chiqadi. Mana shu o'sish. Masala har bir oila nechta farzand ko'rish kerak degan savolda emas. Masala jamiyatda 3 farzandli oilalar yetarlimi yo'qmi? Shu yerda. Agar ular kamayib ketsa, aholi ham kamayadi, ko'paysa o'sadi. Barchasi shu balansga bog'liq. Bugun hamma yoqda taqsimot bir xil emas. Ba'zi davlatlarda aholi hali ham juda tez ko'payyapti. Masalan, Afrikaning Nigeriya, Chad, Somali, Kongo kabi yashash tarzi og'irroq davlatlarda bir ayolga 6 nafargacha farzand to'g'ri keladi. Dunyo aholisining asosiy o'sishi aynan shu hududlarda sodir bo'lyapti desak ham bo'ladi. Nega aynan qashshoq davlatlarda bolalar ko'proq tug'iladi? Ko'p joylarda bola oila uchun qo'shimcha ishchi kuchi, ayniqsa qishloq hududlarda. Bola katta bo'lib, ota-onaga yordam beradi. An'anaviy formula. Rivojlangan davlatlarda pensiya, tibbiyot, ijtimoiy himoya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Qariyalar ham ko'chada qolmaydi. Kambag'al va o'rtahol jamiyatlarda keksalar farzandlariga suyanadi. Shuning uchun ko'proq farzand, ko'proq kafolat degani. Yoki serfarzandlik, madaniyat va e'tiqod masalasi bo'lgan hududlar ham bor. Ular qadriyatlar sabab bolalar sonini ko'paytirishadi. Yana bir sabab ta'lim. Ayollar ta'limi qanchalik yuqori bo'lsa, tug'ilish darajasi shunchalik pastlay boshlaydi. Ta'lim oqsoq joylarda esa teskarisi. Ammo qashshoqlik kamayib, shaharlashuv ko'payib, ta'lim kengaygani sari tug'ilish ham pasayadi. Hatto Afrikada bo'lsa ham. Bu global qonuniyat. Bu biz o'rgangan sabablar. Agar sizda ham qo'shimchalar bo'lsa, izohda yozib ketishingiz mumkin. Insoniyat oldidagi asosiy masala faqat aholi soni emas. Muammo resurslardan qanchalik samarali va adolatli foydalanishda. Bugungi dunyoda boy davlatlar zaxiralardan ko'proq foydalanayotgani, kambag'al hududlarda esa imkoniyatlar cheklangani bu muvozanatni yanada murakkablashtiryapti. Demak, kelajakni hal qiluvchi omil insonlar soni emas, balki ularning yashash uslubi va zaxiralarning to'g'ri taqsimotida. Bugungi kunda davlatlar aholini kamaytirishga emas, aksincha saqlab qolishga harakat qilyapti. Iqtisod uchun odam kerak, axir davlatlarga soliq to'lovchilar kerak-ku. O'zbekistonda ham shu yillarda tug'ilish sekinlashishni boshlagan. Bu iqtisodiy o'sish, ajrimlar yoki ta'lim bilan bog'liqmi? Bu boshqa katta mavzu. Fikringizni albatta yozib qoldiring. Muhimi, davlat bu salbiy tendensiyalarni hozirdan hisobga olyapti deb umid qilamiz. Shu kabi tahlillar uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, zarar qilmaydi. Yana maydonda ko'rishguncha.